Ana şu meynat. Hemmisi sen baskının kasaptı. Canım apa, bir ağız gapdan qiling ma'qulmi? O'tinib qolay. Senin dadan buzuq, senin. Sen bu mening o'g'amni qaynatmag'ina bir. Men bu shu sen shunni deb dodangning tildashnamlarga, tayoq to'qmoqlarga chidab kelyapman. Ana nima ish qilmaysan saran xotin? Nochi bo'lsang qiyni ura, kela, urmamsa. Er kishi bo'lsang ura qiyni. Nima? Shaptuluq. Voy to'ng'oz. Qizim o'lsa mening qishimda po'qpamika? Baskini meynat qanjoq. Bugun men sen bilan tartishman. Dadı bola ishkilning dardida ochiq shutib. O'lib qoladigan o'xshayman men. Dada, ana, so'qishmisanglar-chu. Men ba qo'rqib ketadi ekanman. Men degan akshi, xolig'imni qilaman. Yo'q. 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 4. qism. Dada, ming turlik alam, ming turlik qayg'u, ming turlik umid bilan vaqtga yetib keldi. Ko'rdiki, yurak parisi Mahira o'zining ayshi ishrat uvisi bo'lgan yilqi kichik karvatda kiyimlari ikkalib etgandek yirtib, oyoq tarbi qonqish holatda o'ngsiga yotadi. Ah, hayot, bu nima qismat, bu nima ko'rgulikka? O'z dadasi, o'z qizi. Dada o'kirib yig'lab chachlarini yuldi, maydasini tatiladi, bilaklarini tishladi. Nijosatga to'ymagan ashu jon yerini netchini mushlavatdi. Bu dunyodagi barliq kulfatlar ichida buningdan ig'irroqi bo'lmas. Barcha xatolik ichida mana mushuningdan ig'ir xatolik bo'lmas. Barcha jazo ichida mana mushuningdan ortiq jazo bo'lmas. Isit, ay isit. Aqlini topmagan nadan insonlar. Dada saranglardek vaqirab jaqiraydi. Karvat tüyde tizilib o'ltirib, tuproqni tatalab ilib, maydasiga chachatdi. Badanini necha ming qurib g'ajab o'tinish qilib etgandan o'ta qiynalib to'lg'ishatdi. Yuragi alam, pushaymon, jinoyat tuyg'usida etishib, go'yo yuragi beg'ishidan uzilib, tinidan ajrab chiqib ketgandek tipirlabla qolgan edi. Vaqirab, jaqirab, urib, mushlab bir chaqda karvat yenida tizlinib o'ltirgan peti beshini tuvan sangilatgan holda jimmada bo'lib qoldi. Uning beshi ustidagi shaptul darxi qo'nib olgan qog'a vahimalik netchini tovlab qo'yib, purildab o'chib ketdi. Dada likkida beshini ko'tardi. Uning ko'zlari qon quygandek qip-qizil, chiroyi to'limi qo'rqinchli bo'lib ketgan edi. U o'rnidan lassida turdi-da, uchqandek yugurib, shaptulliqdan chiqdi. Etizdan amda kirib, yuz-ko'zini turbining muzdek suyida yuyib turgan Rizvon Satang dag'dama ochiq eshikdan quyundek yugurib kirgan Tursunni ko'rib, dang turib qoldi. Chunki Tursun qo'lida yo'g'on bodri ko'tarib olgan bo'lib, eg'izidan, ko'zidan qon temib turadi. Rizvon Satang birdilla qo'rqdi. U yugurib talaga qaçmoqchi bo'lib edi. Tursun uning tukchidek bo'g'ib olgan chechidan qaplaqib tutib oldi-da, darqirtib so'rab ayvonga akirdi va gum qilib eshikni mahkam taqadi. "Voy, mani, sarang bo'ldingmi? Nima ko'p kunduzda uyimga bostirib kirsan-a?" Bildim. To'nugin kashni sevan kam qoldi degina. Deb sap kuldi Rizvon Satang. Qanjiq baskinim maraz. Sen buzuqning yondisini yalab yurmagan bo'lsam, qizim bu bunday echinishli. Tursun gapining oxirini deyamay, o'ykirab yig'lab tashladi. Rizvon Satang ishning tegiga sal yetgandekmi bo'ldi va qo'qqinidan yuragi eg'izdiga qaplashib qoldi.
Voy to'ng'iz, qizing o'lsa mening qishimda po'qpamika? Berib qizingni yerlikida qo'yishigu. Menga bu yerda bo'ri tirangni kiyib bermay. Paskana mayna qanjoq. Bugun men sen bilan tanishman. Anang yumar baqqan bir nimani menga setib, aqlimni bulg'udim. Bu hisobni senda bir-birlab olaman. Tursun shundoq deb Rizvon Satangning oldiga devaylab keldi. Oy, lamzalli shovchi, qildiganni o'zdan qilib, endi modin gap qo'yamsa? Voy to'ng'iz, voy, gap qilmasam bek deydi ya. Ko'zing ne ketgan hayvon? Texim meni o'ltiramish. O'zing o'lgur. O'z qizingni bo'sh qo'ymagandan keyin pesanda raski. Og'zini yum mehnat. Hammasi sen paskanning kasabti. Tursun shundoq deb qo'lidagi bodiri bilan Rizvon Satangni toza do'mpaladi. Rizvon uy ichida cho'shqidek chirqirab, u yoq bu yoqqa qechib ulgurolmadi. Arqa-arqadan talvalachi urilgan tayoq oxiri uning jon halqumiga tegib, o'ngdisiga uchib ketdi va nechini haqirab jimidi. Tursun shundala asirab urishdan to'xtadi. Tursun putlarini kerib, sat qalchib yotgan Rizvonga jirtida tükürib qo'yib, kayniga o'rilib chiqib ketdi. U oldirab tinab yugurib Shaptulliqqa keldi. Shaptulliqning o'ttirsidagi havo bo'shliqida, ya'ni qizi yotgan karvat ustidagi bo'shliqda necha 10 qaga do'gilak bo'lib agib uchib yuratdi. Dada o'qdek yugurib qizining yeniga keldi va ko'zlaridan yomg'irdak yosh quyildi. U chapinini selib qizining ustiga yopdi. Hamda uni ko'tarib, alang-salang dastlab Shaptulliqdan chiqdi. Hamda uningda boyiqi Rizvon Satangni urgandagi kuch, mag'dur, yugurgandagi quvvat qolmagan edi. Putlari gildingshib, bir qadam chamdashqimi majali yetmaydi. U Shaptulliqdan chiqib uzun o'tmayla ko'z oldi qorong'ulashib, oldiga dumla yiqildi. Bechora Mahiraning qetib ketgan jasadi dadasining meydasida besilib qoldi. Uyda Mahirani kutib o'tirgan onaning qo'li faqatla ishqa bormadi. U o'ylada uyan-buyan mengib yuratdi. Mahirani izlab chiqib ketgan eri kelmagan sari texmi bearam bo'ladi. Oxiri ichidagi titliq uni talaga so'rab chiqdi. Ko'chada erining soyisimi ko'rinmaydi. U texmi jiddiylasib, ko'cha eg'isiga keldi. Bir to'p ayol o'pir-to'pir bo'lishib, bir nimalarni deyishib, o'duldagi ko'chaga arqa-arqadan kirib ketyotdi. U bu ishlardan sal hayron bo'lib turadi. "Voy, Amangul, nimandaq yo'lning o'ttirsida hongvay qilib turadigandu. Bo'linglar tez bu yoqqa keling. Mahira u" deb vaqirgan ovoz quloqiga kirdi. U darhol ovoz chiqqan tarafga qaradi. Qaradi-yu, deb yuragini mo'jiqlab jar selishga boshladi. O'stangning qarshi tarafidagi chig'ir yo'lda necha odam ikki odamni ko'tarib kelyotdi. Biri yurak parisi Mahira, yana biri eri. Ana Mahiraning jasadini quchoqlab, bag'ri sug'urilib chiqqidek darajada to'kilib yig'laydi. Qizining mangsiga mangzini yiqib, qap-qari qunduzdek sochlarini purab, muzlab ketgan tenining bag'riga tengib, o'ngirak og'zi ochmoqchi edi. Texi atdigan uni shumtak, dadang tarafda tuding, deb tilligan. Muallimning oldida usul qilganligidan bir muncha tasdiqlagan. Texi uyga qaytib kelsa, boshqalarning yuzini tatilibog'ini uchun, o'zini yerga qaratgani uchun uni rosa dumbalab ochiqini chiqarmoqchi emasmidi? "Apa, bir eg'iz gapdan qiling. Dadam bilan urushmoqchi" deb yolvurishlariga quloq selish tugul, uni hamisha silkishlab, xaqdan olinmagan dardini mana mushu kichikkina qizdan elib azor bermaganmidi? Bechora qiz hatto uxlasimi xotirjam yotolmay, o'ndarib qopib ketganlarida u onalik mehri bilan qizini bag'riga besib turib, "Qo'rqma qizim, yeningda men bor" demak tugul, "Yotajib,
Qotur eshekdek chichangshimay, odamning uyqusini buzib. Deb do'q qilgan emasmidi? To'li so'qishlaringlardan to'ydim. Bu uydan to'ydim desa, bechora qiz. Ona bo'g'ichi, to'xta. Bu bola kichikkina turib jidal majra ichida yuragi og'rib cho'ng bo'lib qolmasin. Men bo'lsam dardimni ichimga yutib, mushu bolam uchun taqat qilay demakdi yo'q. Uni tuqqanlarini, baqqanlarini pesh qilib, eg'iz oshqiniga to'yg'izib qo'ymagan miydi? Voy, nima qila edi? Buncha jidal qilib. Voy, qancha o'ynasa o'zining bo'lgandan keyin nima qila edi kirishib elib. Qancha o'ynasimi yana uyni tepib kirayotgandan keyin, xitingni ol demagandan keyin Mahirani bag'riga tengib chidab tursichu kashki. Hey Esat. Jidal qismi bola yo'q yedi qisichu. Vaqirab jaqirab olamni ma'lum qilib sarangli qilg'icha erini yiniga tortib, chiroyliq o'tirib paranglashsichu. Mana endi shu oyga chiqmas jidallarning, sarangliqlarning badaliga bechora qizi Mahirani ep ketgani nemisi? Yurak. Hayot. Bu dard, bu alamga qanday chidi xuluq? Ana chashlarini yulib, yaqi yirtib, kanaylarini yerib, hasi ashmoqda. U endi Mahiraning yinida o'ngdisiga so'naylinib, o'shsiz yotgan eri Tursunga o'zini atdi. Bu musibatdan xabar topgan yiroq yaqin tuqqanlar, qo'lim qo'shnilar, do'st yoralar bir-birlab ularning uyiga o'nishdi. Kichikkina qizning echinishlik qolganidan azidarlarning ichi o'rtandi. Uy ichi o'yli aram hamma yer yig'izlari bilan to'ldi. Ağzıga kelganlar bu bechoriga qora niyatli qilgan mavhum qotilni necha ming eg'izdan tillashib g'azablanishdi. Tezdan saqchiga ma'lum qilib, bu to'ng'iz munofiqni qonunga topshirib, tegishlik jazosini tatqizish kerakligini so'zlashdi. Albatta, hech kim qizning dadasidan gumonlanmaydi-da. Dada gerçi hoşuğa kelgan bo'lsa-mu, ammo nihoyatda holsiz edi. Ovoz chiqarib yig'lashqami, hatto qizning oxirgi yuzini ko'rib olishga majoli yo'q edi. Yo'q, majoli emas, jur'ati yo'q edi. Eg'ir azob oqibat yig'izorlar bilan meyit uzatildi. Jinoza ko'tarib mangan hozidarlar o'sdan bu yig'i kelganda qarshi ko'chadan chiqib kelgan jinoza bilan uchrashdi. Musibat ustiga musibat qo'shilib, boshlar texmi tuvan sangitildi. Bu hayotning to'limi qisqa, faqat bir tiniqdan qasila ketib qoladiganligini, tunugun ko'rganlarning bugun yo'q ekanligini eslashib, ko'ngillarida ikkinchi birovlarga azor bermaslikka va'da qilishdi. Qiz yerlikka qo'yilib, hamma bir-biridan tarab uylariga qaytishdi. Bir necha tuqqanlar ayol ishkilanga hamroh bo'lib, bu uyda qoldi. Ana peshayvon ostida qizning ko'ynigini bag'riga tengib o'ltirib, öksüp yig'layotdi. Dada uyning bir bulungida xuddi qiqib qo'ygan qo'ziqdek medir-sidir qilmay o'ltiradi. Urug' tuqqanlar birdam yerimdam ularga tasalli berganmi bo'lishdi. Ondan asta uylarga cho'kib uyquga ketishdi. Ana esadab yetib, tongga yaqin uxlab qoldi. Bir chaqda qattiq chirqirab ovoz anglagandek bo'ldi-da, cho'chib uyg'onib ketdi. O'yli ichi gunga yo'rib turadi. Ana dupildab soqib ketayotgan yuragini tutib, birdam o'ltirib ketdi. Ondan yana beshini qayta tagiga qo'ydi-yu, go'yo birsi tur o'rningdan degandek istik beshini ko'tardi. Uning yuragi eg'ibla turadi. U bir ishni yodiga olgandek darhol o'rnidan turdi-da, yugurib uyga kirdi.
Yo'q! Yo'q! Ana olqonlari bilan chashlarini changallig'inicha bo'sug'i tuviga yiqildi. Bu nima taqdir, nima qismat? Dada sirtmoq silib olgan bo'lib, oyoq tarafidan qip-qizil qonlar tushyotdi. Xotima. Bir farzand uchun ota-onadek ulug', ota-onadek qaysar, ota-onadek kuyimchan, ota-onadek ko'tirishlik kishi bo'lmaydi. Bala ananing yuragini o'yib olmoqchi bo'lsa, ana qilcha voysimaydi. Balki balam, qo'ling og'ridimi deydi. Bala dadaning ko'zini o'yib osimi qo'shqo'llab taqdim etadi va balam sening xo'shalliqing uchun ming jinim bo'lsimi, bir sana tasadduq deydi. Ammo jamiyatimizda bir qism tantak ota-onalar borki, o'zining kichikkina havoyi havasi uchun illiq oilasini buzadigan, sen qilganni menmi qila olayman deb o'zaro baslashib, uydagi bolalarni asdan chiqarishib, ko'ngil ichish so'rovlaridan kelinmaydigan, oxirida o'z xatoliklarining jazosini ashu beg'ubar, bechora bolalar tortayotgan ahvollar nihoyatda ko'p. Mas'uliyatini unutib kelayotgan ota-onalarning bu asardan kichikkina bo'lsa-mu ibrat elishini, taladan mehr muhabbat izlayotganlar uylariga kirib, illiq bag'rini bolalarga taqdim qilishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Abdur so'zidan